zodi nima narsa? Dedi ushquchi qo'rqinch aralash. Men bilmadim. Balkim boyqi tavarishning asli bo'lgan to'pichon bo'lishi mumkin. Dedim men. Hammanglar bu ishdan hayron bo'lgan bo'lsinmi? Ammo nima deyishimizni bilanmay, qadirmash xiyollar bilan yo'limizni davomlashtirdik. Kun o'ltirib, ko'z bog'lanishga boshlagan edi. Shundaqdimi, mengishdan to'xtab qolmagan edik. Butunlay qorong'u tushib bo'lgandan keyin atrofni tintasliq qoplagan edi. Faqat manganda oyoqimiz ostida dasilgan g'azonlarning ovozidan bo'lak birma ovoz yo'q edi. Tuyuqsiz o'rmon ichidan ma'lum bir hayvonning qattiq o'rgirgan ovozi anglandi. Bu ovoz bir turib poyezdning go'rgirgan ovoziga o'xshab qoladi. Hammanglar hayronlikdan joyimizda turib qoldik. Arqadilla kayni tarafimizdan daraxtlarning qaraslab sungan ovozi bilan tang guldirlab o'rlagan ovoz anglanishga boshladi. Bizni vahima besishga boshladi. Ovoz bara-bara yiqilib kelyotdi. Arqanglar qaramay tez qichinglar! deb vaqirdim men. Boshqalarmi nemish bo'lganligini bilgandek darhol o'latirilishiga qaramay qichishga boshladi. Quyuq o'rmon shoxlari bizning yuz ko'zlarimizga surkilib, yuzlarimiz, bilaklarimiz titilib ketyotdi. U oz kelgandek kaynimizning nimaligini bilgil bo'lmaydigan g'oyat zo'r cho'nliqdagi bir narsa daraxt shoxlarini qayrib sundirib bizni qo'g'layotdi. Tuyuqsiz qush-qushining vaqirgan ovozi anglandi. Men darhol to'xtab orqamga o'rildim. Qorong'uda qush-qushining yerda yetib qolganligini quvva ilg'i qildim. Berib uni yo'lay deyishimga, uni noma'lum bir kuch putidan so'rgan beti ep ketdi. Uni qutuldirmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, ammo uningga yetishamadim. Shundala orqada Avidan bo'lak boshqalarning g'oyib bo'lganligini bayqadim. Tez qiching azab! Varqirdi Shayra. Men sur'atimni texmi tezlashtirib, oldimga qarab yugurdim. Bir oz yugurgandan keyin Shayra qayoqlargadir g'oyib bo'lgan edi. Qilin o'rmon orasining shoxlarida yugurgach, uni chaqirdim. Shayra! Shayra! Tuyuqsiz yan tarafdan biraylan belikimdan tutibla tortib yiqitdi-da, eg'izimni etib oldi. Men chattaslik bilan uning qo'lini qayirib, o'zini bir yugabla ostimga besib oldim-da, qo'limni ko'tarib zardi bilan uningga mushatdim. Ostimdagi u odam ko'rsatkich barmoqini eg'iziga aglab shunday dedi. Men harakatni to'xtab, tevish chiqarmasdan jimjitlikni saqlab turdim. Shayramu bir yonda o'ltirgan bo'lib, uni eg'izini ching etib olgan edi. Bir oz vaqtdan keyin heliqi g'oyat zo'r noma'lum narsa yenimizdagi daraxtlarni qayrib sundirib o'tib ketdi. Oradan birer minut o'tkicha men qimir qilmasdan joyimda jimil turgan edim. Bir chaqda ostimdagi heliq odam meni bir ko'taribla bir chetga cho'ribatdi. Shundala o'zimning texichila uning ustida o'ltirganim esimga keldi. U odamning usti boshlari jo'l-jo'l bo'lib ketgan bo'lib, chasaqallarimi o'sib, chiroyini tunuqsiz bo'lib ketgan edi. Yan tarafda u bizga birdam qarab turayotgandan keyin orqaga burilib mengib ketdi. "Hey, nega borsiz?" dedim men yuqori ovozda. U parvosiz holda oldiga qarab mengayverdi. Shayra ikkimiz uning orqasidan mangdik. "Siz kim bo'lasiz? Bu zodi qandoq ya?" U savollarimga javob bermasdan parvosizlik etib o'tdi. "Sizdan savol so'rayaptimi? Javob bering." U joyida to'xtab, orqaga burilib, ko'zimga tikilib qarab turdi. Men o'ng'aysizlanib uningga qaramay qoldim. O yanımda esliq turgan so'zlash apparatini ko'rib, chettaslik bilan tortib oldi-da, hech bo'lmagandek yo'lini davom qildi. "Uni men qaytarib bering", dedim men. "Sen baribir buni shiltamaysan. Nada signal tortilganligini bilmaysan. Shunga menda tursin. Siz bilamsiz? Hayot qolgan bo'lsa, to'la gap qilmay, orqamdan mang. Bizni nega gapirasiz? Borganda bilsa. Biz shu tariqada biroz soat yo'l yurgandan keyin u tuyuqsiz to'xtab, atrofga tegishib bir qo'l qaravatgandan keyin yerga engishib bir narsani ko'tardi. O ko'targan narsa bir qopqoq bo'lib, uning osti cho'nqir bir kamar edi. "Tez tushinglar", dedi u pichirlab. Kamar ichida bir shoti bor bo'lib, Shayra ikkimiz shu shoti bilan pastga tushdik. Kamar ichi qop-qorong'u bo'lib, qo'lni ko'tarsa 5 barmoqni ayirg'usiz darajada edi. Men qo'lchiroqni yiqib atrofga nazar soldim. Bu kamar qo'lda qizilgan kamar bo'lib, cho'nliqi 4-5 odam batqudek cho'nliqda edi. Qarashqa ovchilarning ovlash uchun qo'lgan kamardek qiladi.
kamar ostiga paxalla chichiqliq bo'lib, bulungda yog'ochdan yasalgan bir ustal turadi. Ustal ustida o'ttiridan ikki qilingan ko'kis bo'lib, bu odamni qoch qilib ishlatgan qiladi. Eliq kishi ustida bir nimalarni qilib, xeyli uzunni tushdi. Bu yer sal kichik, hamzay. Ammo bu orolda mushinchilik yerini tepib orom olganlardan xush bo'lsanglar bo'ladi. Orol? Biz oroldimi? Bu qaysi orol? So'rdim men arqa-arqadan. Bilaman. So'raydigan savolinglar jiq. Ammo hozir bo'lmaydi. Hozir tinchlikni saqlab, orom elinglar. Qolgan gaplarni ati deyishimiz. Biz amalsiz yetib orom oldik. Ko'zimni yumsamla ko'z oldimga uchiquvchining o'limi va heliqi noma'lum narsaning daraxtlarni turtib menishi ko'z oldimga kelib olib, zotili uxlayolmadim. Bir chaqda Shayraning ovozi anglandi. Sizmi uxlayolmayapsiz? Dedi u tuvan ovozda. Shundoq. Bo'lgan ishlarni o'ylab, zotili uyqum kelmayapti. Meningmi shu? Mangli bilan yubi ikkisi qandoq bo'lgandi? O ikkisi xeyli ziyrak yigitlar. Meningcha chatoq chiqmaydi. Dedi u odam. Ya'ni shu xiyollar bilan qandoq vaqtda uxlab qolganligimni bilmayman. Bir chaqda guldirilgan va varqirashgan ovozlardan cho'chib uyg'ondim. Nimasi? Dedi u eg'izimni olqini bilan ching besib. Alhazal bir minutdan keyin ovozlar besqindi. Shundala u o'rnidan turib, sho'tiga chiqib, qalqoqni asta ko'tarib, sirtqa ehtiyotchilik bilan qarab turdi. Ondan xatarning o'tib ketganligini jazmlashtirdi. Shundaqla xotirjam holda ustiga chiqdi. Davomliq ichida turamizlar yoki chiqamizlar? Dedi u. Shayra ikkimiz bir-birimizga qarashib o'tgandan keyin ustiga chiqdik. U qanday chiqida tutib keldikin, yanida ikki to'shqan isig'liq turadi. Keynimda mengla. U shunaq deb oldimizda yurib ketdi. Shayra ikkimiz uning orqasidan agishib mangdik. Mangan yo'limiz bir cheg'ir yo'l bo'lib, u yo'l bo'yi quruq o'tlarni terib mengvatadi. 10 minutda yurgandan keyin kichik bir iqinga kelib to'xtadik. Cho'nqurliqi tisqa kaygudek süpsüzük su timtis holda iqavatadi. Iqinning ikki tarafida 5 metrlik kenglikda shexillik bo'lib, kishiga to'limi yiqishliq tus beradi. U qo'ldagi o'tlarni shexil ustiga tizib, o't yaqqandan keyin qo'lidagi to'shqonning qornini yerib, suvda ich bag'rini tozaldi. Ondan pokiz tozlangan to'shqon go'shini o'tga qoqlashga boshladi. Qani amdi, savolingdan so'ranglar. Menmo bilginimni deb beray. Bu zodi qayya? Buni menmi bilmayman. Bu bir sirliq orol. Bu yerdan ketimiz deb xom xiyol qilmanglar. Bu yerdan ketgili bo'lmamdi, dedim men. Ketgili bo'lsa, men bu yerda 30 yil yavoyi odamdek turmaydim. Nima? 30 yil? Acaba siz bu orolda turayotganga 30 yil bo'ldimi? Ha, shundoq. Oqshom bizni qo'lgan zoti nima maxluq? Atdegani-chu. Ular nima odamlar? U maxluqning nimaligini men bilmayman. U odamlarga kelsak, ular bu orolning egilari, yavoylar. Bu orolning egisi bormi? Ya'ni kelib yavoy odam. Ularni yavoyi deb ketgili bo'lmaydi. Ammo bu kishilar taraqqiy qilmagan ibtidoiy odamlar. Bizni gangirtib qo'ydingizku. Elimizda nadimi undaq ibtidoiy odamlar o'ltiraqlashgan orol bo'lsin. Men o'zim askar. Biz davlatimizning ko'p sonli orollarida harbiy mashq va manevrlarni qilamiz. Men siz degandek undaq orolni ko'rish emas, anglabim baxmagan. Yigit, sen ko'rmagan ishlar ko'p. Sizning ismingiz nima? Bu yerga nima bo'lib kelib qolgan? So'radi Shayra. Shayraning savoli uning kayfiyatini buzgan edi. U bir pas xiyol surayotgandan keyin eg'ir o'ksinib qo'yib, so'zni boshladi. Ismim ma'lum. O'zim biologiya o'qituvchisi edim. Esimda qolishcha 2005-yil kuz vaqti edi. Men qiz do'stim Shavxun va o'rta maktabdagi 23 o'quvchim bilan sayohatga chiqdik. Shinjoudan paroxot bilan yo'lga chiqib, bir hafta dengizda bo'ldik. 8-kuni Sanyaga qarab mangdik. Sanyaga oz qolganda qattiq yomg'ir yog'ib, tayfun bo'roni chiqib ketdi. Kapitan kemini boshqara olmay qoldi. Qattiq qor bo'ron va yomg'irga birlashib chaqmoqmi qattiq chiqib-atdi. Tuyuqsiz oldi tarafda tog' ko'rindi.
Kemining surati tez bo'lg'achqa, yana kelib qattiq bo'ronning ta'sirida kemini burashga ulgurmay taqqa ustidoq. Dal shu daqiqada qattiq chaqmoq chaqib, butun yer jahon oppoq bo'lib ketdi. Qanchalik vaqt o'tdikin, bir chat qattiq yutilib, hushimga keldim. Men dengiz bo'yida turatdim. Atrofda o'quvchilar hushsiz yotadi. Men ularni bir-birlab qutqizishga boshladim. 23 o'quvchidan 17si qolgan bo'lib, ularning orasidanmi 4 o'lib, 13 qolgan edi. Oxirida Shoxong esimga kelib, atrofda uni izladim. Shuncha izlabmi uni topolmay qoldim. Qattiq qo'rqish va qayg'urish ichida o'quvchilar bilan dengiz bo'yida 3 kun qutqizishni saqladik. Ammo bizni biror odam bayqagandek emas edi. Oxiri ochlik va ussizlik bizni qiynab orom bermay o'rmon ichiga kirdik. Hech ishni bilmaydigan o'quvchilar bilan men vaqtning o'tishiga ergishib, o'quvchilarga aylanib qolgandik. Aradan biror oy o'tganda biz sol yasab ketishni planlab 10 kun vaqt sarf qilib, hammaylan patqidek yo'g'on sol yasadik. Yemeklikni yetgudak elib dengizga tushdik. 3 kun mangandan keyin oldi tarafda bir orol ko'rildi. Biz yaqinlashgan sari bu orol bizga tonish ko'rindi. Oxirda hayronlikdan turib qoldik. Chunki biz yana shu orolga qaytib kelgan edik. Balki nishondan qiyib ketgan bo'lishimiz mumkin deb yana qayt yo'lga chiqdik. Ammo yana qaytib keldik. Uda necha qatim sinagan bo'lsaqmi, ammo natijasi yana o'xshash bo'lib chiqdi. Oxiri umidni uzib, orolga qaytib chiqdik. Biz oxirda shuni yakunlab chiqdikki, bizni qutuldirishga odam kelmaydi. Ham shundaqla bu yerdan qechib ketolmaydi ekanmiz. Ammo shundaqdimi ko'nglimizning bir yerlardan aman bir kun ketalaydiganligimizga ishondik. Shuning bilan biz mushu orolda yashab qolishni o'yladik. Ammo ishlar undaq osonga to'xtamadi. Bu orolda yashayotgan yolg'iz bizlar emas edik. Yurtqish hayvonlarni hisobga olmaganda Mona qabilasi bilan heliqi noma'lum maxluqmi bor edi. Biz dastlab u noma'lum maxluqning hujumiga uchrab, 3 odamimizdan ayrildik. Keyin Mona qabilasining ibtidoiy odamlarining hujumiga uchirdik. Mona qabilasi bir o'nkirda turadigan bo'lib, ularning soni intayin ko'p edi. 3 yildan keyingi bir kuni yer jahon titrab, hamma yer ko'zni ochqisiz yo'rib ketdi. Ondan osmonda bir kichik aeroplanning ovozi anglandi. Men darhol beshimni ko'tarib osmonga qarab, xo'shallikdan varqirab tashladim. Ay, afsus. Xo'shalliqim uzunga bormadi. Aeroplanning quyrug'idan üst ko'tarilib, yerga tushishga boshladi va uzunga qolmay tog' bag'ridagi o'rmonlikqa tushib ketdi. Men boshqalarni boshlab, darhol aeroplan tushib ketgan tarafga qarab yugurdim. Birer soatdan keyin aeroplan tushib ketgan yerga keldik. Aeroplanda 4 odam bo'lib, uchqichi o'lib bo'lgandek qiladi. Qolgan 3sining ahvolimi og'ir edi. Biz ularni ko'tarib, aeroplanda sirtqa elib chiqdik. Ularning biri yuzini nefis sharpi bilan yo'yib olgan bo'lib, men uning qosh ko'zlaridan uni bir yerda ko'rgandek his qilib, uning sharpisini asta qayirib qaradim. Qardim-yu, cho'chib orqamga bir necha qadam dojib ketdim. Chunki u Shoxong edi. Boshqalarmi uni ko'rib qo'rqib ketdi. Uningcha u hushiga kelgan edi. U meni ko'rib bakla xushal bo'lgan edi. Keyin uning deyishicha u paroxod toshga urilgandan keyin u paroxoddan qonqib chiqib ketibdi ekan. Taliga u suvdan beshini chiqargan chaqda bir qutqizish quluqi paroxoddan tushib qolgan bo'lib, u shuning chiqib olgan ekan. U bizni shuncha izlab topolmabdi. 2 kundan keyin qutqizish kemasi kelib, uni qutuldiribdi. U qaytib borgandan keyin harbiy qismdagi enasidan bizni izlab tepish to'g'risida yordam so'rabdi.
Enis onun yordam qilib, chorlug'uchi aeroplanga chiqarib, bizni izlashga mengibdi. Afsuslanarligi, yana shu yerga kelganda bo'ronli havo rayiga yo'liqib, aeroplan tushib ketibdi. Bizmo bu yerga kelib qolgandan keyin kishilarni desak, u hayron qoldi. Chunki u qaytib berib, atisla bu yoqqa qarab mengibdi ekan. Kema so'qilib, biz yo'qab ketganga faqat bir hafta bo'pti. Uning gapini anglab, bizmo hayron qoldik. Qancha o'ylasaqmo kallimizdan o'tmadi. Keyin biz necha qatim sirt bilan aloqalashishni sinab baqsaqmo, amal bo'lmadi. Amalsiz, mush yerda noma'lum maxluq va munoqabilisini qechib yashashga majbur bo'ldik. Nurg'un odamimizdan ayrilib qoldik. Eng oxirgi bir hamroyimmo 5 yilning oldida munoqabilis tarafidan o'ldirildi. Shuningdan tortib, yolg'iz yashab kelyapman. Shayra ishkimiz uning hikoyasini anglab, nima deyishimizni bilmay qoldik. Uningga histoshlik qilishimizni yoki madad berishimizni bilmadik. Oramizni barpas sukut qopildi. Bu jimjitlikni Shayra buzdi. Hozir qanchinchi yil kelgan bilamsiz? Men mush yerga kelgan vaqtdan boshlab hisoblasam 2036-yili bo'ldi-ku deyman. Shayra ishkimiz bir-birimizga qarab atgandan keyin ya kulishimizni ya hayron bo'lishimizni bilmay turib qoldik. Hozir 2006-yil desam ishonamsiz? dedim men. Balkim shundaqdir. Bu oralda mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Ayni chog'da Shovxunmo 3 yil bo'lganda qaytib kelib, bir hafta bo'lmadi degan. Shuningga qaraganda bu oralda vaqt to'nili bo'lsa kerak. Shovxun? Shovxun qanday bo'lib o'lib ketgan? Bilmayman. U yo'qolib ketgan. Uning qanday o'lganligini bilmayman. Bir qatimliq ovlashda munoqabilisi bilan do'qurishib qoldik. Biz jon saqlash uchun taraf-tarafga betirab ketdik. Shovxun ana shuningza qaytib kelmadi. Men uning jasadini boyqamadim. Buningdan keyin nima planingiz bor? Nim planim bo'lmoqchi. Davomli jon saqlash uchun tirishib yashayman. Siz oqshom bizni qanday payqab qoldingiz? Bizning bu yerga qanday kelib qolganligimizni bilamsiz? So'radim men. Albatta bilaman. Sizlar aeroplanda keldinglar. Aeroplaninglar ikki parcha bo'lib ketdi. Sizlar balkim aeroplanning oldi qismida o'ldirgan bo'lishinglar mumkin. Bo'lmasa, bu chaqchi o'lib bo'lgan bo'ladinglar. Nima shuni deysiz? Chunki quyruq qismi tushgan yerga munoqabilis berib bo'ldi. Ya'ni kelib, noyt ko'p odam. Demak, ular o'lib bo'ldimi? dedim men. Shundoq bo'lishi mumkin. Yana bir savolga javob bermadingiz. Oqshom men shu atrofda edim. Kunduzi ovlab vaqt qilgandim. Kelib bitib, biraylarning ovozi anglandi. Shunga kelib, sizlarni qutqizdim. Ko'nglimda bu odamdan sal gumon qilib o'tdim. Chunki uning so'zlari yolg'ondek qiladi. Shundaqdimi ko'nglimdagini sirtimga chiqarmay turardim. Shundaqdimi ko'nglimdagini chiqarmay turardim. Chunki uning so'zlari yolg'ondek qiladi. Shundaqdimi ko'nglimdagini sirtga chiqarmay turardim. Sizning gapingizcha bo'lganda bu yerdan mangu ketamaydiganmizda? Undoq deb ketkilim bo'lmaydi. Munoqabilisi bu orolning xo'jayinlari. Ular balkim bu oroldan qandoq ketishni bilishi mumkin. Amsi biz qanday qilishimiz kerak? dedi Shayra. Buni men bilmadim. Eng yaxshisi, menga avorchilik deb bermasanglar bo'ldi. Qo'rsqonlar to'ygandan keyin o'z yo'lingizga ravon bo'linglar. Shayra ishkimiz bir-birimizga ma'nalik qarab qo'ygandan keyin beshimizni yeniklangishtirib qo'ydik. Biz qo'rsoq to'qlab olgandan keyin Shayra ishkimiz qaytishning tayyorligini boshladik. Amaliyotda tayyorlik qo'g'dak ishmi yo'q. Shu o'rnimizdan turib, qaysi tarafga menishni bilmay turardik. Bizning hangi turganimizni ko'rgan ma'lum bizga qarab kulib ketdi. Ezib qoldinglar shundaqmi? dedi u kulib turib.